Ana ismim Rahmanov Elmurod. Mani ismim Shohizupov Muhammad Amin. Men Qoraqo'l skulga kelishimdan maqsadman Stanford universitetiga kirmoqchiman Men bu maktabga kelishimdan sabab doktor bo'lib o'z kasbining mutaxassisi bo'lish. va meni kasbim injenerlik. Men bu maktabga 2 hafta oldin kelganman, lekin bu maktabga 1 yil oldin kelgandek o'zimni his qilaman. Bu yerga kelishimdan maqsad bu yerda juda ham malakali so'zlar bor. Masalan, ingliz tili, IT, matematika. Qoraqo'l skulga kelganimdan keyin o'zimda ko'p o'zgarishlar sezdim. Mani ismim Alyor Fahadullo va men Qoraqo'l skulda 11-sinf o'quvchisiman. Men oliy ta'lim muassasasiga tayyorgarlik ko'rishda aynan Qoraqo'l skulni tanladim. Sababi Qoraqo'l skul matematika, fizika va ingliz tiliga chuqurlashtirilgan. Men hozirda IELTS dan tayyorgarlik ko'rmoqdaman va oliy ta'lim muassasalari uchun IELTS tayyorgarligini olib bormoqdaman. Va kelgan paytimdan beri hozirgacha bo'lgan natijalar yomon emas. Bizga qo'shiling va rivojlaning. Men hammaga bu maktabga kelishni tavsiya qilaman.